Voy, senga SMS keldi. Yusuf akadan. Zaynab, yaram ochilib ketdi. Voy, Yetib kelmasang bo'lmaydi. Yusuf akam yaralari ochilib ketibdi. Nima qilish kerak? Borish kerak. Men har kuni перевязка qilib qo'yatdim. Ha. Yalang'och erkaklardan qo'rqmaysanmi? Nimaga yalang'och bo'ladi? Maykalarini ozgina ko'tarib turadilar. Xohlasang yonimda tur. Voy, men uyalaman. Yur borasanmi? Tur ketdik. Adyolingni tashlab ket. Voy, yugurma. Kim? Biza. Qaytib keldinglarmi? Kelinglar. Sog'indingmi bizani? Ha? Salom, qalaysan? Dadang qanilar? Adam chiqardi, yuringlar, kiringlar. Yur. Cho'ta mazalari yo'q. Qani yurchi. Ada! O qizim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Doktorga boraylikmi? Yo'q, shart emas. O'zing almashtirib qo'y-qo'y. Xo'p, qayerda dorilaringiz? Ichkarida. Ushab tur. Opa, Yur. Xo'p, mashinangizni haydating. bo'pti, yur. Yuring. Faqat gapimga kirasan. Xo'p. Kir. Qayerda dorilaringiz? O'sha tortmadi. Shu yerdami? Nega qulflayapsiz? Nega qulflayapsiz? Chunki uyalaman, bilasanmi? Qani, bu yoqda yo'q. Yoting bo'pti. Dugonangni ketkazib yuborasanmi? Nega? Ertalabgacha kutib o'tirmaydi-ku. Nega ertalabgacha kutish kerak? Endi birga uxlasak, ertalabgacha qolib ketadi. Nega birga uxlaymiz? Dori qo'yishga kelding. Ochilib ketishi mumkin yana. Yaram bitta emas, ikkita bo'ldi. Nimaga? Bittasi bo'tdi ekan. Uni yonida sen bo'lsang tuzaladi.